Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Attaba bozoriga safarimiz ikkinchi qism. O'tgan safar hamma do'konlarni aylanib olmagandim. Havo issiqligi sababli bugun havo alhamdulillah juda ham yaxshi holatda. Inshaalloh bugun Attaba bozorini sizlar bilan bir chekkadan aylanamiz. Kuzatib boringlar. Birinchi o'rinda taksi chaqirib oldik. Hozir taksiga ketyapman. Yetib borib yana qolgan do'konlarni aylanishni boshlaymiz. Men sizlar bilan yo'lma-yo'l shaharni tanishtirib ketaman. Mana shahar hisoblanadi. Mana bu radar kamera. O'sha aytib o'tgan, bular kamera qo'yishni umuman bilmaydi. Ya'ni aytganimdek o'sha 500 metrdan ko'rinadigan qilib qo'yadi-da. Bularga o'rgatish kerak, qanday qo'yish kerak, qayerga qo'yish kerak, avtobusga qo'yish kerak, Lexus ichiga qo'yish kerak, archani orqasiga qo'yish kerak. Bular pul topish yo'lini bilmaydi-da. Bular ayni safar davom ettiramiz. Sizlarga bitta katta masjidni ko'rsatmoqchiman. Juda ham chiroyli va katta qurilgan bunaqa masjidlar juda ham ko'p. Bunaqa masjidlar, bular masjidlar soni ko'pligi bo'yicha dunyoda 3-chi yo 2-chi o'rinda turadi. Soni ko'pligi bo'yicha. Hozir Attabaga yetib keldik. Og'aynilar, sizlarga ko'rsataman. Havo yaxshi bugun, juda issiq emas, ancha yaxshi alhamdulillah. Videoni ko'rib turinglar. Do'konlarni birma-bir obzor qilib, bozorni bir chekkadan ko'rsatishga harakat qilaman. Bu bozor eski Qohirada joylashgan bo'lib, yangi Qohira emas, o'shaning uchun sal tars holatda binolari eski bo'lishi mumkin. Bunga e'tibor beringlar. Assalomu alaykum akalar. Men bitta juda ham hamyonbop talabalar uchun yaxshi oyoq kiyimlar bor ekan. Reklama sifatida ko'rsatib qo'ying. Oyoq kiyimlar juda ham arzon. 20 ming o'zbek so'miga, 26 ming, 30 ming, eng yaxshilari mana bitta 60 ming sifatida sotilyapti. Talabalar uchun juda zo'r. Talabalar kelib olsa bo'ladi. Magazinda juda ham qimmat bular. O'zbek so'miga 150 ming, 200 ming so'm sotiladi. Qohira shahri, yangi Qohirada magazinlarda 150 ming, 200 ming sotiladi bular. Bu yerda 25 ming, 30 ming so'm ekan. Talabalar uchun qulay juda. Attaba bozorida safarimiz davom etadi. Sizlarga Attaba bozorini chekkadan ko'rsatib ketaman. Odam juda ham ko'p. Chunki optim bozor bu. Optim bozor bo'lganligi uchun odam albatta juda ko'p bo'ladi. Bizlarni o'zbek tadbirkorlarimiz ham shu yerdan oladi. Hijoblarni, ro'mollarni optim joyi ham shu yerda. O'shaning uchun ham odam ko'p. Ham narxlar juda ham arzon. Xuddi bizlarni O'zbekistondagi Abu Safiy optimga o'xshagan joy bu. Odam juda ham tirbandlik. Ko'rishingiz mumkin. Endi hammaga qarab kamerani ololmayapman, chunki bular noto'g'ri ishni uchun meni videoga olyaptilar deb, noto'g'ri xayolga bormasligi uchun kamerani o'tishga ushlab olib olyapman videoga. Bu tarafda hijob do'konlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Eslab qolsanglar ham bo'ladi, mabodo kelsanglar. Mana bu yerda hijob do'konlar, agar o'qituvchilar kelmoqchi bo'lsa, bu yerda hamma narsa olsa bo'ladi. Bu yerda abayalarni o'qituvchilar bor. Kirib so'ranadi. Juda ko'pchilik o'zi shu yerdan oladi. Bu yer atir do'kon ekan, atir. Bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Bu yer ham nariyot tarafda yana bitta zo'r do'kon bor. O'tib ko'rsatay sizlarga. Bo'lmasa bo'lmaydigan. Juda ham tovarlar yaxshi. Men o'zim ham juda ko'p olib Toshkentga chiqaraman. O'zim ham shu bilan ishlayman. Bir oyda 2 marta yo 3 marta Toshkentga, Optimga hijob chiqaraman. Do'konchilarga taqatgan. Qanday bo'ladi? To'g'ri qarab o'tib olishimiz kerak. O'tib ketsak bo'ladi.
joy topdim. Shukron. O'tib oldik. Endi bu tarafga o'tib do'konga kiramiz. Do'konning ichini umuman videoga oldirmadi. Kirishim bilan kamerani o'chirtirdi. Sababi do'konning ichida ayollar juda ham ko'p ekan. Men o'zim o'chirmoqchi edim. Men o'chirishimdan oldin kamerani o'chir, bu yerda ayollar ko'p dedi. Tabiiy holatda ayollar ko'p bo'ladi, chunki Hajob Optum do'koni. Yani tijoratchi ayollar bor ekan ichkarida. O'shaning uchun ichkarini videoga olishga ruxsat bermadi. Sizlar bilan boshqa do'kondan ko'rishga davom etamiz. Artaba bozorini texnika bo'limiga o'tdim. Maishiy texnikalar, telefonlar. Lekin bu yerda O'zbekiston narxi bilan solishtirganda Misrdagi texnikalar qimmatroq ekan. Buni hisoblab ko'rganimda qariyb 20-30 dollar atrofida farq qiladi. O'zbekistonda arzonroq ekan bu yerda. Bugungi Artaba bozori bo'lgan safarimiz yakunlanadi bu hozir. Sababi men o'zimga narxdan oldim. Bu nima ekanligini uyga borganda ko'rsataman. Bu o'zimga kerakli, ya'ni o'qishim uchun, ishim uchun, ijod uchun, Instagramga video qo'yish uchun kerakli narsalarni oldim. Artaba bozorida arzon deb, Artaba bozoriga ataydim. Shu bahona qilingan video oldim. Hozir endi chiqib taksi chaqiramiz. Taksi chaqirib uyga yo'llanamiz. Odam uyga qarab ketyapti. Endi 3-4 soatdan keyin iftorlik vaqtimiz qoladi. Iftorlikka tayyorgarlik ko'rish kerak. Mana bu yerda apelsin sotini sotyapti. Roza bo'lishiga qaramasdan. Lekin roza tutmaganlar ham bor. Endi qat'iy yo'lga chiqib olishimiz kerak. O'sha yerdan taksi chaqiramiz. Videoni o'chirmaganimning sababi sizlarga shaharni ozroq bo'lsa ham ko'rsatib ketish maqsadida videoni o'chirmayapman. Bu eski Qohira. Tabiiy holatda bu yerda tartib ham yo'q, qoida ham yo'q. Shunaqa. Shuning uchun Misr shunaqa ekan, Misr chiroyli joy emas ekan deb o'ylab qolmanglar. Misrning ham chiroyli joylari juda ko'p. Hatto Dubay bilan bir xil holatda bo'lgan binolari ham bor. Shunaqa shahari bor. Al-Alamiya degan dengiz bo'yida joylashgan shunaqa shahri bor. Dubay bilan bir xil. Binolari, shaharlari juda ajoyib. Endi bu Qohiraning eng eski joylaridan, eng eski bozorlaridan bittasi. Shuning uchun ozgina binolar ham ancha eski. E'tibor berishlar. Bu ro'parada eski shurta, ya'ni politsiya bo'limi. Bu ko'prik ham ancha eskirib qolgan. Menimcha bordir. 30 yildan oshiq bo'lgandi buni qurilganiga ham. Balki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Videoni o'chirmadim, sizlar ko'rib ketasizlar ko'chani deb sizlarga bir sharhlab ketyapman. Mana men o'zimga kerakli stolka oldim telefon qo'yishlik uchun. Yana bir ikkita kamlarim bor, shularni qildim. Bu yerda narxlar anchagina arzon. Agar Misrda o'qib yurgan talabalar bo'lsa, shu Artaba bozoriga kelishni tavsiya beraman. Unchalik ham uzoq emas. Atiga 13 kilometr. 13 kilometrga taksi chaqirsanglar 20 ming so'mlab qo'yib qo'yadi. Bu yerda avtobusga kelsanglar 3 ming so'mga yetib kelasizlar. O'zbekistonda albatta. Hisoblab aytyapman. Bu avtobusimiz ozgina kraskasi bor ekan, lekin yangi deb.
معلش. Bu yerda faqatgina bu Misrda misrliklar, arablar emas, balki afrikaliklar ham yashaydi. Somali davlatidan kelgan, Nigeriya davlatidan kelganlar ham istiqomat qiladi. Ya'ni bu yurgan hamma qoravoylar arablar emas, balki Afrika davlatlaridan kelganlar ham bor. Mana bu meni bilmayman nomi nima. Yoshligimizda yerdik. Ya shukron. Mana bu ro'paradagi garaj, 6 etajlik garaj. Bu yer hali bitmagan. Bitmasdan ishga tushirib yuborishgan. Bularda bezopasnost degan narsa umuman yo'q. Shu devor qurilib qolsa bo'ldi, ishlaydi. Hali ham qurilish davom etyapti. Hali ham bitmagan. Endi o ko'prikning oxiriga borib taksi chaqiramiz. Mana bu yerda shanta, ya'ni kim bagaj. Bular sumkalarni shanta deydi. Malish. Aytib o'tganimdek, oldin ham aytganman, yana aytaman. Bu yerga iloji bo'lsa arab tilini biladigan odamlar kelinglar. Sababi arab tilini bilmasanglar, shunchaki 2-3 barobar qimmatga narsa sotib beradi. Hali ham qurilish davom etyapti, lekin ichkari garaj ishlayapti bu yerda. Bu yerda mototsikllar juda ham rivojlangan. Mototsiklga prava kerak emas. Bularda prava shart emas, o'zi aslida shaharda juda gaylar kam. Prava ishlari shart emas. O'tib olamiz. Faqat o'zingiz ehtiyot bo'lib yursangiz bo'ldi, chunki qoida yo'q. Qoida yo'qligi sababli shunchaki urib ketishligi mumkin. Urib ketgandan keyin bu yerda sizni hech kim banisaga ham olib bormaydi. Banisaga yotib qolsangiz hech kim doringizni ham olib bermaydi. Chunki bularda pul yo'q, olib berishligi uchun. Shuning uchun Misrga qolsangiz yo'l harakatiga juda ham ehtiyot bo'ling, salomatligingiz uchun. Mana biz manzilimizga yetib keldik. Endi bu yerdan taksi chaqiramiz. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Like bosing, obuna bo'ling.